Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakot. Charchamayapsizlarmi, yaxshimisizlar? Bugun 2025-yil 31-oktyabr. Pulpraylarimiz holati 21-oktyabrda ekilgan. Mana ikkitadan bak chiqarib qoldi. 10 kunlik holati. Bitta obunachimiz Abdulhamid Abduqahhorov degan akamiz hozir eksa bo'ladimi deb kommentariyada yozishgan ekan. Ekoras aka, xudoga tavakkal, ildizoq qolsa shu bilan qolgani erta bahorda bo'ladi. Mana ikkitadan bak chiqardi, 10 kunlik ko'chatlarimiz, xudo xolasa. Va eski baklarni kiyib tashlaymiz. Bizda Qo'qonda yomg'ir yaxshi yog'di. O'shanga baklari jinda yotib turibdi. Suv berdik 2-3 marta. Arasida 1 tonna suvga 1 kilo kalsiy berdik. Xudo xolasa holati mana shunaqangi. Kech qoldim, ekalmadim demasdan ko'ringlar. Xudo xolasa noyabrda, yangi noyabr oyiga havo yaxshi keladi deyapti. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar, laykni bosinglar, ko'proq dehqonlarga yetib borsin, manfaatli video bo'lsin. Bu Qo'qon Qulpinoy. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohning panohiga.